Promzonani juda ham zo'r lokatsiyasidan, ham qulay narxda, ham juda yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan joylar ijaraga beriladi. Istasangiz ishlab chiqarish uchun, xohlasangiz ofisga. Birma-bir tanishtiraman. Birinchi ofis uchun beriladigan joyga kelsak, Promzona Parvina oshxonasiga yetmasdan o'ng qo'lda, yo'l yuzida, mana bu tomonda alohida eshigi ham bor bo'lgan ikkinchi qavatli joylarimiz ofis uchun ijaraga beriladi. Binoyimizning birinchi qavati plastik kompaniyasiga tegishli va xohlasangiz to'liqligicha ikkinchi etaj oladigan bo'lsangiz, mana shu joydan bitta перегородка akfa qilib berishadi. Mana bu eshikdan foydalansangiz bo'laveradi. Yoki ikkinchi eshigimiz ham siz uchun tayyor holatda ekan. Ofisimiz naqd 250 metr kvadrat atrofida maydonni o'z ichiga oladi. Zinadan ko'tarilganimizda sanozorimiz, birinchi kattakon xonamiz, e'tibor berib qo'yasiz, konditsioner televizorlarni ham o'rnatib berishadi. Undan tashqari, xuddi shunaqa kattalikdan sal kichikroq bo'lgan 1, 2, 3, 4, 5 ta xonalarimiz bor. Hammasida ofis jihozlari hamda konditsioner televizorlariga ega. Joyimiz to'liq to'pli pol qilingan. Agar ijaraga oladigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqa xarajatlari bormaydi. Mana bu yerda yana qo'shimcha kichkina foydalanadigan xonamiz ham bor. Bu xonalarni xohlasangiz alohida ham ijaraga berishar ekan. Sizga ma'lum bir xona kerak bo'ladigan bo'lsa, olasiz. Konditsioner televizorlar o'rnatilgan, to'liq to'pli pol qilingan. Qishda ham qiynalmaysiz. Sanozorlari ham barcha sharoitlarga ega. Ijara narxini esa to'liq olsangiz alohida kelishasiz, yakka xona olsangiz alohida kelishib olaverasiz. Hozir ko'rsatgan binoyimning yonidagi mana shu qismning ikkinchi qavati ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan joyimiz ham bor. Yaqindan tanishtirib o'tib. Ushbu ikkinchi qavatdagi joyimiz naqd 250 metr kvadrat atrofida maydonni o'z ichiga oladi. Bu kattakon ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan liniyasi, alohida mana bu qismda bo'tkasi ham bor. Buni laboratoriya tarzida ham foydalanish mumkin. Turli xil ishlab chiqarishlar, tikuv sexlariga mos kelaveradi. Navbatdagi xonamiz bu ikkinchi xona hisoblanadi. Keng, yorug' qilib hisoblangan. Uni yonida esa uchinchi xonamizga o'tsak bo'laveradi. Kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi mavjud. Joyimizda yana bitta plus tomoni o'zini sanozorlari. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, 3 ta umumiy sanozorga ega, tepaga pastga chiqib o'tirishmaydi. Ishchilaringiz mana shu joyda vaqt ketkazmasdan ishlayverishadi. Bu yerda ham kichkinagina xonamiz bor. Bu xonani oshxona sifatida foydalanish mumkin. Eng qizig'i mana shu kattakon joyimizda bir oylik ijara to'lovi atiga $400 xolos. Alohida qorovul xizmati, kuzatuv kameralari mavjud bo'lgan ushbu tinch joydagi noturar joyni ijaraga olish bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. To'g'risi gap, narxlari juda ham qulay ekan, bosib o'radigan joyi.